Sarvinoz opa, bugun salonga bordingizmi? Bugun sochimni qildirdim. Zo'r, qaysi salonga bordingiz? Necha pulli ukladka qildirib keldingiz? 350 ming so'mga. Zo'r. Yaxshimisiz? Sarvinoz opa sizni urishmayaptilarmi? Yo'q, o'shlamdilar. Qilayotgan ishingizdan xursandmisiz? Yaxshi bo'ladi, klient bilan gaplashib. Oyligingiz vaqtida olasizmi? Yo'qmi? Siz Sarvi kosmetikasida ishlab kibrga berilib ketib deyishyapti. Shunga nima deysiz? Nima qilaman? O'zi oddiy qiz bo'lsam. Klientlar bilan qanaqa muomala qilasiz? Klientlar bilan juda ham yaqin qilaman. Kibrga berilmadingizmi? Yo'q. Ishqiz, Sarvinoz opaga hamma gapni yetkazar ekansiz, shu gap rostmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Men bunaqa ishlar bilan shug'ullanmayman. Menga to'g'ri kelmaydi unaqa ishlar. Siz tabiiy go'zallik tarafdorimisiz? O'zingiz ham amal qilasizmi? Iloji boricha kamroq bo'yanishga harakat qilaman. Doimiy shu uchun tabiiy go'zallikka e'tibor berganim uchun ayoligim shu maslahat beraman. Niyashnik bo'ladi. Hozir qayeringizni qildirgansiz? Chiqarib hamma joyda. Faqat o'zimnikilardan foydalanaman.